Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. İnson bir sabrsiz qilib yaratilgan. Agar Alloh subhanahu va taolo insonga ko'p mol dunyo bersa, ko'p yaxshiliklar ato qilsa, insonning minnati oshadi. Keraksiz joylarga pul sochadi. Turli xil to'ylarga da o'zini ko'rsatadi. Kechagi kunini unutib qo'yadi. Kechagina bir so'mga zor bo'lgan kunlari, kechagina zaif bir chaqaloq ekanligini unutib qo'yadi. Qachoniki agar insonning boshiga bir sabr, bir qiyinchilik kelsa, Alloh subhanahu va taolo tomonidan bir ozgina sinov bo'lsa, ochlik, qashshoqlik ozgina yetib qolsa, ozgina kamchiliklar bo'lib qoladigan bo'lsa, dod solib dunyoni buzar. Doimo Alloh taoloning ne'matini, shukrini unutib qo'yib, doimo kimlardandir noligan. Shuning uchun ibodat qiladigan, Alloh taolodan qo'rqadigan bandalar bunday narsalardan uzoqdir. Kimga dunyo mol bersa, mansabga ravo ko'rsa, tinchlik sog'ligi bo'lsa, ne'matin zo'rin yesa, minnati oshib ketar, haromga o'zin otar, savobdan doim qochar, gunohga bag'rin ochar, to'ylarga sochar tillo, qilar doimo yallo, g'aribligin unutar, isrofdan xayr kutar, bir bor shukrin qilmaydi, namoz nima bilmaydi, do'stin ko'zga ilmaydi, manmanligin qo'ymaydi, yetsa unga bir kulfat, moliga yetsa ofat, yo'qotsa izzat hurmat, barchani der kasofat, dod deb qilar shikoyat, tinmayin aytar la'nat, nolishi dunyo buzar, gunohga reja tuzar, faqat toatli mo'min gunohdan bo'lar imin, dodi faryod qilmaygay, taqdirga tosh otmagay, deydi sinov Allohdan, umid uzmas Rahmondan, qilmaskanda toatin, tark qilmagay odatin, go'zal xulqli mo'minlar, sabrlidir zohidlar, parcha non topishsa gar, barchasiga teng bo'lar, tark etmas zikri haqni, suymagaylar g'iybatni, g'aribiy o'rnak olgin, mo'min do'stlarni suygin.